Ana shu tabloni qo'ydi. Tabloga вообще gap yo'q lekin bor. Bomma turishini qaraydi. Saloni gap yo'q lekin. Menga yoqdi misol uchun. Benzin quyishga ketolman. Ko'pchilik aytadi, toki benzinni o'zi inat qiladi, uyida, buyida deb. Menimcha muammo emas. Tablochi elektrik akalarim bor, shularga to'g'irlatib yuboraman. Glavniysi mana. Fundamenti bor. Здорово, заебал. Kanselerda ham bosib yuraveraman. Ko'pchilik so'raydi, yoki kanseler chotki qo'yib qo'ygandan keyin hamma yog'iga ahamiyat berib yuraverasizlar. Bosasizlarmi, bosmaysizlarmi farqi yo'q. Tabloni turishini qaranglar. Chotki ishlayapti. Bitta mana shu benzinini mana bu qizil chirog'i yonib qo'yapti. Mana buni endi quyib tekshirib olaman hozir. Atak mana bu suvlariniki hamma narsasi chotki ishlayapti. Mana bu arkasini to'g'rilab beradigan kimdir bo'lsa, aytinglar, o'shanga qildiramiz. Faqat ingichka qilib, zavod qilib chotki qilib qo'yish kerak. Ana perdelka qilib, stekla valaknola qilib, unaqa narsa uzr kerak emas. Tekshirib oldi bog'onada, bolalar. Shunaqa gaplar mana, sifralar mana 50 ketyapman, 50 ketyapti. Chotki qolgan. Glavniy suv ishlayapti-yu. Bo'ldi, yana nima kerak?